Assalomu alaykum YouTube do'stlar, sizlarni Emris kanalida ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Xo'sh do'stlar, bizning bugungi video roligimizda Plants vs Zombie degan o'yinimizning o'sha 3-qismiga ham kelib qoldik. Mana Emris House deb qo'yibdi, o'shani himoya qilishimiz kerak. Xo'sh, biz tanlashimiz kerak. Esingizda bo'lsa, o'tgan videoda Vasha Yorvoration Corporation qilib tashlandik. Endi xudo xolasa bu videoda ham shunaqa qilishga harakat qilamiz do'stlar. Videoni boshlashdan oldin bittagina like tugmasini bosib qo'yish esingizdan chiqmasin do'stlar. Bu menga kattakon motivatsiya bo'ladi. Xo'sh, unda eson-omon videoni boshlab oldik. Esingizda bo'lsa, mana shunday sekin-sekin ekib chiqayotgandik. Bu safar ham shunaqa taktikalar bilan davom ettiramiz videomizni. Xo'sh do'stlar, o'zingizlarda nima gaplar yozinglar kommentariyada. Mana shu videoni so'rabsizlar. Mana shu o'yinni qo'ldan kelgancha men o'ynab chiqaryapmiz. Xo'sh, yana buni ikkinchi qismini ham o'ynang aka deb chiqarganlar bor. Ularni ham gapini e'tibordan chetda qoldirganim yo'q. Video tayyor. Xudo xolasa 15 ta likedan keyin chiqaramiz do'stlar. 15 ta like. Bugun yig'sanglar, xudo xolasa bugun ham chiqarishga tayyorman. Oppa, akalar mana uje 100 ta yig'ib bo'ldik. Bemalol qo'yib yuborsak bo'ladi. Mana qo'yib yubordik. Bir qator anaqadan qo'yib yuborsak bemalol bo'lib ekib turaverardik. Chunki bular kelib qolish xavfi katta. Shuning uchun qo'rqishimiz kerak akalar. Qani, qayerdan keladi bu loylar? Qayerdan kelasizlar? Qani, voy, onayni pastga keldi bu akalar. Voy. Chichordik. Chichganda ham vashi zo'r qilib chichdik. Necho? Endi buni yo'q qilib tashlash kerak, o'chirib, o'rniga boshqa bittasini qo'yib yuborish kerak. Bo'lmasa loy akalar bir chetdan chiroyli naqshli qilishimiz kerak. Voy, mana bu kelyapti. Anaqali, nima derdi uni? Soyabonchalik. O'sha qarich. O'zingizlar tushundinglar. Akalar hozir kuchayib ketsa olib tashlaymiz buni, lekin hali beri biz kuchaymaymiz menimcha. Mana bu qalpoqli ham o'lmayapti. Shuni bittadan qo'yib olaydi. Akalar xavfsiz bo'lib turadi. Nimaga qo'ydingiz uni desanglar. Endi men shu pastdan kelib, voy, pastdan ham kelyapti. Voy, eshagi. Mana qo'yib yubordik. Bitta kelinglar, bitta. Men har biringlarga to'g'risi kuchim yetmaydi. Shuning uchun bitta sekin kelaveradi. Bu hali ham bo'lmadi. Shuning uchun oppa, nima ko'payib ketdi bular. Mana bu kartishkalardan ham ko'proq qo'yib qo'yish kerak. Yaxshi narsa. Voy, sportsmen kelyapti, sportsmen. Bo'pti, sportsmen kelaversin. Sizlarga farq yo'q akalar. Sizlarga farq yo'q, buni o'zlaringizdan bilasizlar. Eslatib turishim shart emas. Qo'lini buni qo'lini. Voy, qo'li ham hali uzilgani yo'q. Oppa, qo'li uzildi akalar. Qo'li uzilgani yaxshi. Voy, mana buni tashlaylik. Qo'yib yuboramiz. Voy, onang. Zo'r akalar, zo'r. Mana bu anaqa qildi, o'ldi. Yaxshi degani bu. Natija bor. Xo'sh, bir qator qo'yamiz, keyin ketidan mana bularni ekib tashlaymiz. O'shanda biz anaqa bo'lganmiz. Nima deydi uni? Vaqtdan yutab, 2 talik ham bor akalar, bular o'zi easy. 2 talik ham bor. Chunki bizda 2 talikdan ekib chiqamiz endi. Tezroq. Bizning vaqtimiz kam. 2 tadan o'tadi, pak qilib. Mana bu joyga qo'yib olishimiz kerak. Ko'rasizlarmi? 2 tadan o'tadi. Bular bittadan o'tsa, nargis 2 tadan o'tadi. Bu yaxshi degani. Xo'sh, hozircha oppa, miya talab qilib keladi bular. Zombilar bosqini bo'ladi. Oppa, videoga nom akalar zombilar bosqini. Oppa, sportsmen brachkamiz kelyapti, kelaversin. Qo'rqmaymiz bunaqalar. Voy, onang eshagi bosilib ketdi akalar. Buni men shunday bitta qo'lda o'ynagan yaxshi shuning uchun. Endi voy, kuchayib ketdi bular oxirgi paytda. Voy, qalpoqli ham kelyapti. Yo'q. Qalpoqli ham ko'payib ketdi. Necha do'stlar davom ettiramiz. Zo'r ketyapmiz menimcha. Mana
akala zo'rgina. Mana buni ham ekib ol. Kartoshka ekib chiqamiz endi. Bir qator kartoshka eksam menimcha normalniy bo'lib ketadi ishlarimiz. Yurishgandan yurishib zo'rdan zo'r bo'lib ketardi. Endi yana ikkita qo'ysak, bo'ldimcha. Kalpoliner. Voltes va ezmalarni qo'yma bu yerga. Mana bu kalpoqlik kelyapti. Kalpoqlik yomon. O'ldirish qiyin buni. Ko'rdinglar, bittasini yeyish kerak bo'ldi uni o'ldirish uchun. Boshida kalpog'i bor. Voy, onang kelyapti. Voy, eshak yana shu yerga qo'yib yubordim. Necha kalamash xatoga qo'yish kerak edi. Zombi ham keldi-da. Kerak spayt kelib voy o'ldirib yuboradi hozir. Yo'may, o'ldir. Hop, zo'r. Zo'r, o'ldirding, zo'r. Uka, malades, zo'rsan. Endi mana kartoshka yo'q. Mana buni ekib qo'yaylik. Kartoshka ekish kerak emas, qalpoqli ham. Kelyapti onang nimaga? Nima bor bunga ertalabdan? Kartoshka ochilibdi. Ekib qo'yamiz. Mana buni o'ldirib yuboradi kelguncha. Qani kartoshka hali ochilmaydi akalar. O'shaning uchun mana bunday ekib. Vo, kelishlarga qara bularni eshaklarni. Qani ishonaman sizlarga sedanalari, bosinglar. Yorvoration Corporation. Ishonaman sizlarga zo'rsizlar. Deb motivatsiya beramiz akalar, ba'zi o'lib ketishadi ular. O'shaning uchun motivatsiya qilib turamiz, berib turamiz bularga o'zlarini ishontirsin. Motivatsiyani berib qo'yaman-da akalar. Mana shu yoqdan ko'proq kelyapti. Kartoshka so'raydi bular. Kartoshka yeb turinglar, meni yemanglar faqat. Kartoshkalarga rahmim kelyapti akalar. Beshoralar meni himoya qilaman deb o'zini o'zi o'ldiryapti. Jon taslim qilyapti akalar. Ko'rdinglarmi? Bunaqangi vafodorlikni hech kimdan kutib bo'lmaydi. Mana bu bir qator anaqa ham yetib qolar ekan. Nima derdi bu eshakni? O'shada. Kunga boqar, semichga. O'shalar ham yetib qolar ekan bir qatori. Qani kiloringlar bitta. Bo'ldi. Va mana buni ham qo'yib oldik. Endi bir qator ko'klarni ham qo'ysak, mana bu sekinlashtiradi. Bu bizga katta yordam bo'lmaydi, lekin ozgina bo'lsa ham yordam bo'ladi. Qalqoli ham kelyapti ertalabdan. Nima bor bunga bilmadim. Xo'sh, bo'ldi. Bu kartani ham Easy Yorvoration Corporation qo'ydik. Necha mana bu? Mana bittani qo'yib yuboramiz. Chiroyli bo'lib tursin. Chiroyli bo'lib turibdi. Kulib, tirjayib bizga mana. 25 tani o'sha oqlab tashadi. Hoppa, mana buni ham to'liq bilan qilib qo'ydik do'stlar. Mana Yorvoration Corporation bo'lyapti. Xo'sh do'stlar, sizlarga yana bitta o'yinni tavsiya qilmoqchiman. O'shani o'ynab chiqaraymi, yo'qmi? Qanaqa o'yin desanglar, Supermarket Simulator degan bir chiroyli o'yin bor ekan. O'shani eshitib qoldim. O'sha o'yinda o'ynab chiqazaymi, yo'qmi? Sizlardan o'sha maslahat qilishni istardim. Yetishinglarni so'rayman. O'shani o'ynaymi, o'ynamaymi? Nima qilamiz endi buni? Mumkin do'stlar, mana buni voy, bu boshqacha ekan bu akalar. Bu boshqacha ekan bu. Shirik. Hoppa, zo'r ekan bu akalar, zo'r va krasiva bo'lar ekan endi. Voy. Mana endi nem ekor. Voy, onangni emma yuray, bu o'ldirmaydi-yu. Ha, o'ldirar ekan bu. Yaxshi degan do'stlar, bu yaxshi degani. Voy, bu yoqda ham kelyapti. Mana buni qo'y. Mana bu yeydigan narsalarni keyinchalik ham qo'yib yuborsak bo'ladi. Yeb qo'yadigan. Buni ham qo'y. Mana bu portlaydigan moddalarni sekin anaqa kuchayib ketadi-yu, o'sha paytda asrab qo'ysak bo'ladi. Xo'sh, mana bu eshak hali ham o'lmadi. Mana buni ham yeb tashlayapmiz. Hoppa, bir qator o'zi easy. Voy, onangni nima bu qalpoqlik kelyapti. Qalpoqlik kelyapti. Bu yoqda ham kelyapti qalpoqlik.
Do'stlar, davom etamiz. Videomiz 10 daqiqa bo'ldi. Hali davom ettiramiz degan umiddaman. To'xtab qolish bo'lmaydi hali. Ishonchim komil. Xo'sh do'stlar, sizlarga yana bitta iltimosim bor. Videolarda aktiv va shinul. Aktiv zoru, lekin nima desa bo'ladi? Like va obuna. To'g'risi akalar, so'rasham jonga tegdi. O'zlaringizdan bilib bosmaysizlar e'lonni. Men shuncha mehnat qilyapman, kontent qilyapman, sizlar o'tiribsizlar. Menimcha video yoqsa bosaman deyapsizlar. Video yoqyapti-yu, to'g'rimi? Video yoqyapti, to'g'rimi? Balkim qachon yutadi o'shanda bosaman deyotganlar bor. Bor shunday deydiganlar, sizlar shunaqa deb o'tiradilar loyiha. Va bularni ham ekib tashlaymiz. Vashi kerak. Xo'sh, mana bu kartochkalar ham to'lib ketibdi. Ekib qo'yamiz. Bundan ham ko'raveramiz, bizga farqi yo'q. Voy, mana bu portlaydiganlar ko'payib ketdi. Sportsmenlar kelyapti. Sportsmen kerak edi. Yetib yolmikan. Ol. Portlab ketdi. Ko'rdinglarmi? Mana bu portlaydigan mina ekan bu. Mina o'sib chiqadi. Bum. Teknologiyada bu ham. Va bu yeydigan narsa bu deb kemirib tashlaydi. Sizlarga buni ham ko'rsataman. Hozir oppa mana bu sakrab o'taman deydi, yeb tashlaydi. Yo'q, bu kelaman deyincha o'lib ketadi. To'g'rimi akalar? Hozir miya talab qilib vahshiylar keladi. O'shalarga qarshi ishlatamiz. Oppa mana kelishyapti. Shu o'lgandan keladi. Qarab turing. Kelaversin, biza turibmiz mana. Biza shu yerda. Qani kelinglar ishinglar bitta. Voy, bu miya talab kelyapti, u unchalik farq etmas. Shuning easy yoraversak bo'ladi uni ham. Nima bilan to'g'ri ketyapti bular. Bo'ldi, joy qolmadi. Ana bu yerdan kela taqdirdan mana Eurovision Corporation bo'lyapti. Akalar, bu kartani ham easy o'tib keta olaman, chunki men bunda ko'ryapsizlar, portlovchi moddalarimiz ancha-muncha qolgan. Mana buni bitta shpok qo'yaveramiz. Buni ham shpok qo'yaversak bo'ladi va hali beri ko'psi kelyapti. Necha kutamiz, kutamiz. Boshqa nima qilardik? Qo'yma buni. Ana, kelib qolinglar, kelib qolinglar. Bittaliklarni olamiz va bittalik qo'yib chiqamiz. Xo'sh, yana bittalik tayyor bo'ldi. Ikkitalik. Voy, nimani bosamiz? Resta yo'q emas. To'g'ri topdi ekan. Ko'rdinglarmi? Agar xato qilib qo'ysak, qaytadan boshlaydik. Men buni istamadim va to'g'ri topdim. Mana buni ham yo'qotib yuborib, buni qo'y. Mana bu dinozavrni ham yo'qotib. Mana buni qo'ysam bo'ladi va yana buni ham yo'qot. Buni qo'y. Voy, nima Voy, mana bu kirib kelyapti. Kartoshka qo'y. Kartoshka qo'y. Mana buni qo'y. Mana bu minalar kerak emas. Buni yemam. Otadiganlarni qo'ysak ham normalniy bo'lib ketardi. Xo'sh. Miya talab demayapti, aka. Talab. Bombani okalan. Bombada o'ynamoqda. Qo'y. Kartoshkalarni ham ikki qo'ysak bo'ladi. Buni qo'yib yeb turadi, shuni ham. Qorni to'ysinda zombilarni akalar. Zombilarni ham boqamiz biz, shuni uyimizda zombi boqamiz. Oppana, mana bu qorni kattalari kelyapti. Miya talab qilib keladi-da, bu ham edi. Bularning xabari yo'q, bu yerda ularni o'lim kutib. O'lim changaligi o'zlari. Ana. Voy,
boshqa joyga qo'yib yubordik. Uzr akalar, uzr. Men seni ham kayf qildim. Men seni ham Rainbow. Oppa, na akalar, mana easy action yorib yubordik bu kartani ham. Men bu kartani ham bitta anaqa qilib o'ynab ko'ramiz. Xudo xolasa keyingi oppa ikkinchi toshga o'tdik уже. Hali bizda ko'pgina toshlar bor. Aqlsiz cho'rma. Zaynab qiladi o'sha boshiga kastrol kiyib kelib. Men bu 0 talikni albatta olamiz va bizga mana bu kerak bo'ladi. Bu narsa va bu albatta обязательный. Mana bu va yana xo'sh, mana bu bilan mana bu kerak bo'ladi. Ana 100 talik kerak emas. Chunki bizda mana bu tekini bor. O'sha tekinidan bemalol foydalansak bo'ladi. Mana bunday qilib qo'yamiz. Ko'rdinglarmi? Easy to'ladi. Deganday qaydan keladi bular? Farqi yo'q. Voy, onang nima u yerga nimaga qo'yasan, ahmoq? Qani qayerdan kelyapti bular? Qo'ymagan joyimdan keladi. Mana bu o'tadi bu akalar. O'shaning uchun. Voy, yaqiniga kelganda o'tadi-yu bu. Voy, eshshagi. O'shani o'ylamabmiz akalar necho. Yaqiniga kelganda o'tadi bu. Ko'rishinglar mumkin mana shunday. Ko'p tufuradi ya'ni. Tufu degandek. Albatta. Voy, 100 talikni bekor olmabmiz-da. Ochil eshak, ochil. Oppa, easy. Yorar ekan akalar, yaqin anaqa qilsa ham, yaqiniga kelsa ham yorib tashar ekan. Bu yaxshi degani do'stlar. Ikki qatordan qilib qo'yamiz. Tamam, guldan eki olsak ham bo'ladi. Ko'rdinglarmi, o'sha buyog'i sekin qiyin bo'lib boraveradi. Bundan beri. Gulga ham bitta eki olamiz. Tekini ochildi mana. Mana shu tekinidan qo'yib qo'ysak bo'ladi. Bular easy yoraveradi bular ham. Tupurishda jahon chempionatini yutgan bular akalar. Qaysi davlatda yutganligini bilmayman o'sha. Tupurish bo'yicha jahon chempionati g'olibi bular. 5 karra, 6 karra. Shuni o'ringlar menga. To'g'risida ishonmayotgan bo'lishinglar mumkin, lekin rostdan ham akalar. Bular yutgan o'sha jahon chempionatini. Tupurish bo'yicha yutgan, tupurish. Ko'rdinglarmi, Koreyalar tfu deydi, ana ko'rdinglarmi, o'zi yetib bordi. Yetib boryapti-da turgani. Hozir allaqachon menga talab qilib kelishyapti bular, biz esa menga bergimiz yo'q. O'shaning uchun do'stlar, yana bir xato yechib qo'ysak bo'ladi. Bularni esa o'tlaymiz. Chunki o'zi anaqamiz to'ldi. Va mana bularni ham qo'ysak bo'ladi. Yana o'g'riga qilsak. Albatta. Endi bu kartalarda tepadan tushmaydigan bo'pti. Necha bizga farqi yo'q. Buni bilasizlar. Qayerga qo'yamiz? Mashtga qo'yamiz. Chunki bu qatorga ham gul ekamiz kerak. Chunki tepadan endi bizga bermaydi. O'shani ham bilib qo'yishimiz kerak. Oppa, mana buni yo'qotib yuborsak-a? Shoninglar ko'zimdan yosh chiqadi borib. Voy, gazeta so'rab kelayotgani. Bu yomon degan akalar, chunki bu gazetachi brat yomon. Gazetasini yirtib yuborsak, eshakdek yugurib keladi shuni o'raydi. Shuning uchun oldiga bitta kartoshka ekib qo'yamiz. Gazetachi brat yomon. Gazetasini qaranglar, gazetasi yirtiladi, birdan yugurib keladi. Mana. Ko'rdinglarmi, quturib ketdi. O'shaning uchun ana qilib qo'yganimiz yaxshi edi. Kartoshka qo'yib qo'yganimiz to'g'ri bo'ldi. Nimaga qo'ydingiz uni deb mazgini kritik qilib yurmanglar qisqasi. Men to'g'ri qildim. Shuni o'ringlar. Sizlar menga ishoninglar. Loylar. Bu yerga ham tekamiz. Tekini bor-ku, qani? Ko'tar. Tekinidan qo'yib qo'yamiz. Tekinidan o'rgilsin. Buni ham bitta qo'yamiz, chunki mana bu gazetachi brat yana yugurib keladi. Yana mazgini kritik qiladi-da. Easy yoryapmiz hozircha. Voy, vaqt to'lyapti. Vaqt tugayapti. Tezroq anaqa qilish kerak. Bunda ham ek bor. Akalar deganlari yetmayapti. Deganlari yetmay qolyapti. Tezlash. Ko'p qo'yish kerak, tezlash. Bir. Akalar hozir miya so'rab kelishadi bular. Shuning uchun ko'p qo'yish kerak tezroq. Ancha qo'yish kerak.
bu yerga. Mana bu anaqani ham ichidan chiqib keladi hozir. Ana aytdim-ku, tobutlarda ham chiqib keladi, tobutdan chiqadi. Voy, mana bu gazetachi brat, voy, ona. Gazetachi brat. Aka, to'g'risi men ayamim yo'q. Gazetasiga yetsa, ana yertilib ketdi. Quturib ketdi brat. Kuturmang, tog'a, kuturmang boboy. Tog'a. Qo'lingiz uzilib, ana boshingiz ham uzilib ketdi, tog'a. O'zingizni bosing. Davleniyaz oshib ketadi, o'zingizni bosing brat. Nega yorvardi, qani kel bo'yinga javob bu. Nimalar bo'lib ketdi? Akalar nimalar bo'lib ketdi? Sizlar zerikib qolmagan bo'lsanglar bo'ldi. Xo'sh, do'stlar, mana ko'rganinglardek, keyingi qismiga ham o'tib oldik. Xudo xolasa keyingi videolarda albatta davom ettirishga harakat qilamiz do'stlar. Hammanglarga kattakon rahmat. Sizlar bilan Emris kanali bo'ldi do'stlar.